Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'liqli, yaxshimi? Ishlar zo'rmi? Hormanglar ishlar bilan. Biz xudo xolasa yurtdoshlarimizdin 2 kun bo'ldi ishlab turardik. Yana 2 kun ichida ishlanayotganimizni sizlarga bir ko'rsatib o'tishdik. Bir narsa aytib o'taylik, kimda kim agar shunday letniy kuxnya, barbekyu zona qurdirajak bo'lsa, qozon ocakmi, farqi yo'q. Telefonlarga murojaat etaverasiz, ekranda yozib qo'yamiz nomerlarimizni. WhatsApp, Telegram, Imo bosh nomerda murojaat etsangizlar shunday obyektlarni qurib beramiz. Xudo xolasa, xohlasangiz chornoy variantini, xohlasangiz ustini oblisovkadan Korolevskiy deb cho'tka deb o'tib beramiz do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar, bizani kuzatib boringlar. Sizlarga ishlarimizni hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, obyektimizni ko'rishingiz mumkin. 12 kiloluk qozon, mangal bo'ladi bu yerda. Ichi рабочий ishlarni yeri 80 sant bo'ladi. Tiy ochiq bo'ladi, o'din ko'mir qo'yaverasizlar. Bir yerimize geldi olmasak, bir yerde рабочий stol bo'ladi 50 santdan, bir yerde stolni gaz plitamiz 50 sant рабочий stol и bir yerde moykamiz bo'ladi. Bularning tiylar ochiq bo'ladi, yine yurtdoshlarimizdin. Bir yerde o'din qo'yadigan, ko'mir qo'yadigan joyi. Xo'p, aziz obunachilar, ko'pchilik narx-navolarni so'rab turibdi. Shuni bir narsani aytib o'tchak edim. To'g'ri, biz videolarimizda narx-navolarni aytmaganmiz. Bu narx-navosi, общий расходы endi o'lchami chiqqandan keyin ma'lum bo'ladi do'stlar. Shuni aytib o'taylik, ko'pchilik kommentariyada narx-navoni so'rab aytganlar, to'g'ri. Qiziqib do'stlar. Telefon aytinglar, gaplashamiz, ishingizni borib ko'ramiz. Obyektni o'lchamayincha materialni hisob kitob etish kerak. Usta haqqini kelishib qilib beramiz do'stlar. Lekin bir narsani aytib o'taylik, sal qimmatroq ishlaymiz, lekin ishimizni sifatida javob beramiz. Xo'p, noydi, so'z isboti bilan deymi? Sizlar hozir yine qaranglar. Yine hozir ko'rsatib o'tamiz yana. Ko'rdingizlar? Bellarni ahamiyat etmanglar, üstü yana bir xato o'riladi, üstü bir beton quyiladi bellar. Ish sifati so'z isboti bilan degandik. Buni bir yere qo'yib ko'rsatma dedilar. Yine. Ko'rdingizmi? Bizlar farqi yo'q, ner bo'lgan yine. Oling yine. Ko'rdingizmi? Gapning qisqasi do'stlar, ish sifatına garantiya. Bemalol murojaat qilaveringlar. 2 ish aytib turmaysiz gapning qisqasi. Hozir har xil vaziyat bo'lib turibdi, har xil usta ko'p, to'g'risini aytaman, hamma bir xil emas. Biza ichini polni, hamma yerini karushdan to'ldiramiz. Qozon joyini o'rib turib, to'proq bilan, yo chaya bilan, yo bir boshqa narsa bilan, musorlar bilan to'ldiramiz. 100% karushni o'rib chiqamiz. Shuning uchun salgina mehnatimiz bor. Endi o'zlaringiz to'g'ri tushunasiz. Shuning uchun mehnatimizga like bosib qo'yasizlar. Garantiyali ish kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga chiqaveringlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qozonlarni qo'yib, taxlashtirib, yana bir syomka etib, sizlarga videoni tashiman. Kuzatib boringlar, like bosish yoddan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lib tursa, kattadan katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizani kuzatinglar. Hali ishlarimiz xudo xolasa eldanda.